Bu yerda o'tirib zerib ketdim. Nimadir qilgim kelyapti. Bu yerdan o'tirishdan foyda yo'q. Yo, Notch bro, qalis birodar, yaxshimisiz? Menda Crashda bitta ideya bor. Bilasiz, sohilning o'ng tomonida bitta kichkinagina imperiyacha bor. Keling, uni biz o'zimizniki qilib olib, uni boshqaramiz. Yo, let's go, kallangizga yo'qim. Jonda o'sha yoqqa suzib boramiz. Let's go. Yo, Notch, biz o'zi kichik imperiyaga yetib keldik. Bu yerni biz bosib olishimiz kerak. Xo'p, bu yer. Yo, what the fuck, bola? Biz axir bu yerda mehmonmiz-ku. Mehmonni ham shunaqa kuta oladimi? Biz bu yerda yashab qolish uchun kelgandik. Yashashga joyimiz yo'q. Bu yerning eng kattasi bormi bu yerda? U bilan gaplashib olishim kerak. Yo, birodar, sizga sovg'am bor. Let's go. Bugundan boshlab menga xizmat qilasizlar. Yo, qayoqqa? Xo'p, birodarlarim, bugundan boshlab men sizlarning eng katta qirollingizman. Shundaymi? Axir qirollingizni o'ldirdim-ku. Nima? Bu yerda menda katta qirol bormi hali? Yo, Notch, qayerga qarayapsiz? What the fuck? Birat, uzr, tushmovchilik bo'lib qopti-da. Bo'ldi, menimcha endi bu yerning eng kattasi menman. Endi menga xizmat qilasizlar va Notchga ham. Bo'ldi, biz hozirgina kelganimiz sababli bu imperiyachani bizga tanishtirib chiqishinglar kerak. Go, unda boshlaylik. Okay, xo'p, bu uyga kiraylikchi. Xo'sh, menimcha bu uy sizlarning uyinglar, chunki 3 ta yotoqxona deganda, okay, tushunarli. Go, endi mana bu yerda ham qanaqadir uy bor ekan, buni ham ko'rishimiz kerak. Let's go, kiraylikchi. Okay, bu menimcha eski qirolliklarning uyi. Shundaymi? Demak, bu endi meni uyim. Bu uyni buzib boshdan quramiz, chunki bu yerda Notch bilan birga sig'maymiz. Let's go! Yaxshi ham sizlar borsizlar. Endi bu uyni buzib boshdan kattaroq uy quramiz. Hoy sen, va sen, bu yoqqa o't. Karoshdek sen bro, bu uyni bir o'zing buzib boshdan ta'mirlab chiqishing kerak. Tushunarlimi? Oy, yig'lama. Menimcha ishni qilasan, shundaymi? Okay, sen kelay, meni ortimda yo'q, sizlarga ishim bor. Xo'p, Notch qayoqda ekanlar? Notchni qidirish kerak. Yo, what the fuck? Bro! Sizga bitta ish bor edi-da, patish qilaverasiz. Oy, wow. Creeper. Karoshdek bro, mana bu bloklar sizga. Bitta uy sizdan. Shunday partishga qilaveraymi, bitta uy qurib berib. Okay. Let's go bro. Sen ikkalang tirrancha, bu yoqqa kelinglar. Karoshdek, nima uchun bu uyni qurdinglar deysizlarmi? O'zimizdan o'zimiz bu uyni qurganimiz yo'q. Ya'ni sizlar ko'payishinglar kerak. Lekin ana uyda ham ko'paysa bo'ladi-yu degan savol sizlar fikringizga kelishi mumkin. U juda haddan ziyod derazasi ko'p. Bu o'sha sizlar normalniy uycha. Xo'p, mana. Go bolalar, Karoshdek ishni boshlashinglar ham bo'ladi. Menimcha sizlar uchun qulay bu. Yo, what? Sen o'sha ishini juda zo'r qilibsan. Stop, nima? Yer sotiladi. Nima? Sen meni yerimni sotishga qanday hadding sig'di? Biz o'sha jetillarni ko'paytirish mexanizmini ishga tushirdik. Bizga endi ko'pgina jetil kerak emas. Shundaymi? Endi sen bizga kerak emassan. Oy, Notch bro, qurolni bering. Let's go. Qayoqqa qochasan? O'sha odam zerikib ketdi. Juda ham zerikdim. Yo, Notch, qaysiz birodar, yaxshimisiz? Ichimsiz bro, juda charchab turgandim. Okay. Yo, Notch bro, ana bu daraxtni qarang. Menga juda yoqdi, o'shani menga olib keling. Stop. Notch, qayerdasiz bro? What? No, flash. Misiz Notch? Qanaqa u yoqdan bu yoqqa? What? Qanaqa bu yoqqa paydo bo'lib? What the bro? Qo'rqib ketdimmi? Qanaqa bro? U yoqdan bu yoqqa o'rtimdan keyin Всё нормально. O'tiring bro. Soya joy. Notch bro, ana bu ikkalasi ana bu uyda ancha qolib ketdi. Bir qarab keling-da. O'sha har xil ovozlar chiqyapti u yerdan. Ey yo, bu chumollar avlodi. Birodar, bu yerda o'sha yetillar juda ko'payib ketishdi. Bularni endi yo'q qilish kerak, chunki bularni boqishga bizlarning mablag'imiz yetmaydi. Birodar, endi bu orolda asar ham qolmadi. Endi nima qilamiz? Bu orolda ko'payish ham yo'q, jetil ham yo'q. Yo, nimani ko'rsatyapsiz? Yo, u yerda omon qolganlar bor ekan. Bolalar, bu yoqqa chiqinglar. Sizlarda chut-chut to'rtta gap bor. Okay, let's go. Tezlashinglar. Nay. Yo, asu, bola yangilik sport o'yinlariga stavka, kazinolar va boshqa tavakkalchi o'yinlarda o'z omadingizni sinab ko'ring va boyib keting. Kommentariyadagi silka orqali Mospitda registratsiyadan o'ting va 3 million so'mgacha katta bonus oling. O'yinlar qonuniylashtirilgan. Davay bola, menga ruxsat beringlar, uyga ketishim kerak. Xotinga yangilikni aytay. Xotin kommentariyadagi silkaga kirgandim, 3 million so'm yutib oldim. Bolalar, biz o'sha ko'pgina jetillardan ayrilib qoldik. Endi biz mana shu kichkinagina orolchada rivojlanishimiz kerak. Bolalar, endi sizlar ko'payishinglar kerak. Prosta lekin juda ko'p ko'payib ketmanglar. Tayyormi Notch? Okay, xo'p, kiramiz. Mana. Let's go. Bolalar, kirishinglar mumkin. Juda ko'p ko'payib ketmanglar lekin. Okay. Go, Notch, bu yerdan ketishimiz kerak biz. Xo'p, birodar, bu orol ham menga ozgina yo'q qoldi. Normal ekan-a? Bro, bir qaraylikchi, o'sha bo'lgandir bular ham. Xo'p, birodar, ko'raylikchi. Wow. Xo'p, bular sanash kerak, birodar, sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. A few moments later. 349, 350, 351, 352,
Bolalar, sizlar umuman odam bo'lmaysizlar. Aytdim sizlarga kamroq ko'payinglar deb. Birodar, o'z bilasizlar nima berishdi? Yo, let's go. Bolalar, chiqib turing, birodar. Sizlar ikkalang. Endi bizada ortig'idan ko'p jetil bor. Endi sizlarning bizga keraginglar yo'q. Oho, vani qo'ya, tuga deb qoldi. Let's go, bro. Tukadimi not? Okay. Jetillar. Jetillar. Let's go. Bular o'sha ancha ko'payib ketishibdi. Bolalar, mana bu teshikning ichida sizlarni katta syurpriz kutmoqda. Qani, nimani kutyapsizlar? Go'ni ko'ringlar katta syurprizni. Let's go. Ancha-muncha jetillardan qutulib oldik. Not, bro. Mana bu uyda qancha jetil qolganligini bilmaysizmi? Yo, bu nima? Okay. Unta Rostdan 10 tami? Uyda 10 ta jetil qolganmidi? Hazillashmang, men 9 ta ko'rgandim. Doim men haqman. Yuring ko'ramiz. Men 9 ta dedimmi, demak 9 ta. Bro, qarang, bu yerda 9 ta jetil bor, 10 ta emas. Ishonmasangiz kirib ko'ring, sanab ham ko'ring. Men aytdim-ku sizga, yaxshi sanashni bilmaysiz. Ozgina kallani ishlatib sanash kerak edi. Bro, ko'ryapsizmi? Bolalar, men ishonaman, bu orolchada biz katta imperiya quramiz va sizlarning tug'ilishlarga sababchi bo'lgan men va Notch va biz endi sizlarning qirolingiz bo'lamiz. Agarda gapga kirmasanglar, mana shu bolaning ahvoliga tushasizlar. 8 ta qoldinglar endi. Bolalar, biz mana shu 8 ta ovimiz katta imperiya qurib kuchayib ketamiz. Birinchi bo'lib biz bu orolning daraxtlarini tak-tugi bilan yo'qotib tashlashimiz kerak. Qani go, ishga kirishinglar. Let's go, meni mehnatkash jetillarim. Okay, hammasi cho'tga ketyapti. Tepada ham ishlar uj normalniy. Mana bu yerdagilarni ham uj hamma zo'r ishlayapti cho'tga. Bu daraxtga kim qarayapti? Oy. Yo, bro! Sen dam olib o'tiribsanmi shunday ishli vaqtda? Endi aniq o'lasan sen. Nima menga buningni berding? Boy yo'qot. Yo, stop, bu tenti. Let's go, bro! Biz bu orolni barcha daraxtlarini tak-tugi bilan kesib tashladik. Bolalar, sizlar ishni yaxshi bajardinglar va 7 kishi qoldinglar. Endi bu kichkinagina orolchada hech qanaqa daraxt yo'q. Endi biz bu orolda katta imperiya qursak bo'ladi. Tushunarlimi? Endi imperiya qurishga go! Birinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi qism uchun shu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Tezroq biz 100 ming ta obunachiga erishishimiz kerak.